videoni qanaqa maqsadda olgansiz? Qo'yib beraman. Qo'yib bermay, siz menga keltirib bering. O'zim Sirojiddin aka, meni prodyuserim aka. Ismingiz nima aka? Navruz. Ha, videosi qo'ydingiz, to'g'rimi aka? Tarixiy manbalarga qaraganda hindistonliklar stikerni muqaddas bilib unga sig'inishar ekan. Surxondaryoda ba'zi birovlar blogerlarga sig'inyapti. Men sizni noto'g'riligingizda aka ko'cha tarafdan isbotlab beraman, din tarafdan isbotlab beraman, liboy tarafdan isbotlab beraman. Noto'g'ri video qo'yganingiz. Liboy bitta odamni chaqiring, ishongan odamni chaqiring, mana shu isbotlab beraman. Ha, o'zim. Nima maqsadda olingan aka bu video? Maqsadi nima buni? Yoshlarni bir ozroq tartibga chaqirish maqsadida. Siz foydalanib hayotdan og'ziga kelgan gap gapiryapsiz, sig'inish deyapsiz, dindan gapiryapsiz, u yerdan gapiryapsiz, bu yerdan gapiryapsiz. Hozir mana shu rahbarlarimiz aka siz o'zlaridan ham so'rang, o'zlari ham siz qo'ygan videoga protiv video qo'yishgan o'zlarining profillariga. Do'stlar, Dilimega qimorda yo'q tungi klublar. Dilimga kelib Surxondaryo shunday ikkiga ajralib ketdi. Kechani o'ziga negativ bilan pozitiv bo'lib qoldi. Hamma o'zini shuni qilyapti, bloger qilyapti. Noto'g'ri gap gapiraylik. Siz noto'g'ri gap gapirgansiz, to'g'rimi? Tamom siz bunaqa narsa. Nima degansizmi? Nima yaxshi gap gapirganman deb o'ylaysiz? Siz sig'inyapti, ba'zi birlar blogerga sig'inyapti deyapsiz. Siz kimnidir bir yoshlik birorta yoshlikni qo'llab-quvvatlab, bunday prosmotr bo'lish uchun yoki bloger bo'lish uchun ukam deb oldingizga chaqirasiz, siz gapirayotgan gapingiz hayp orqasidan qo'llab prosmotr yig'ish uchun qilyapsiz. Hamma narsani qo'yib bermay, siz menga keltirib bering. Liboy odam liboy narsani gapiraveradi. Siz kommentariyingizni menga o'chirib qo'yasiz, noto'g'ri ish qilmagan ekansiz, noto'g'ri gap gapirmagan ekansiz. Shot haypidan, mani haypimdan qilgan haypimdan foydalanib, prosmotr qilyapsiz aka. Ismini gapirmagan bo'lsangiz, videoni boshida shot rasmi turibdimi? Demak, video diling uchun olinganmi? Diling uchun olgansiz. Bo'ldi. Tarixiy manbalarga qaraganda hindistonliklar stikerni muqaddas bilib unga sig'inishar ekan. Surxondaryoda ba'zi birovlar blogerlarga sig'inyapti. Undan ko'ra foydali ish qilaylik. Bu yoqqa keling. Bu yerda tuning termizda ishlar davom etyapti. Ko'ryapmiz, gazsiz sasin tagiga bor, mashinaning oldiga bor, kerak emas, uyat kerak ozgina. Bu yoqda nomerni o'zi alohida tema, biz maqtanmaymiz. VSFni bilganlar biladi. 222 ni ham. Bunaqa nomer Surxondaryoda ikkita, boshqa yo'q. Salgina ozgina yig'ishtirib, misol biz ham borib, bu tavallud qilsak bo'ladi, lekin kerak emas. Biz ham chiqamiz. Chiqmaymiz emas, chiqamiz. Bizni o'zlari chaqirishadi, boshqa bo'ladi, telefon qiladi, bir tadbirkorlarga bir yo'naltiringlar, reklama so'rab chiqadi, o'shalar bilan borib, ko'rishib, salom alik qilib, mehmon bo'lsa mehmondorchilikni qilib, boshqa qilib biz ham qilamiz, lekin gazsiz tagiga borib olib, mashinani artib, boshqa qilib, endi bu gapim kimlargadir tegib ketishi mumkin, kimlardir negativ yozishi mumkin, menga farqi yo'q. Yozaversin, lekin Surxondaryoni sharmanda qilmanglar. Shunday ham aktiv qilsa bo'ladi, qilib yuribmiz mana shunchaki ham. Birovlarni oldiga borib aktiv qilmasak ham, boshqa qilsak ham, lekin shunday ham bemalol aktiv qilib, prosmotr qilsa bo'ladi, boshqa bo'ladi. Xullas, fikrimga qo'shilganlar kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Videoga bitta like bosib, mana shunday do'stlaringizga yuborib qo'ying. Chahdimi? Yo'q, otsangiz yana qoladi. Endi. O'ltirib Ibrohim qoch endi.